Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Inshaalloh mana 30-chisloga soatlarimiz Moskva vaqtlari 2. Mana bu ochirat, mana holat bu. Bu oqshamgi holat, tungi holat. Kunduzgi holatda endi gapirishi ham til ojiz. Chunki rekord darajasiga yetib boradigan darajaga bo'ldi mashinalarning soni bu yerga. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shular hammasi ochiratga turibdi mashinalar. Примерно hozir ko'ramiz qayergacha bu. Mana yengil mashinalar hammasi, oxirisi mana shu yergacha ekan, pashta mana temirni oldigacha. Mana bu yerga pogranичниklari mashina. Do'stlar, mana kirdi chiqdi 30-chisloni sizlarga ko'rsatib o'tayapmiz. Holatlar qanday? Neytralkaga ham shunchalik ham mashina ko'p. Pashta 1,5-2 kilometrga yaqin ochirat bo'lib turibdi данный momentga 30-iyunga. Do'stlar, kirib chiqdilar har 3 sutkaga bir marta bo'lyapti. Dokumenti bori ham, yo'g'i ham bemalol borib kelsa bo'layapti. Xavotirga o'rin yo'q. Reyestrga tushgani ham, kartasi bloklangan holatlar ham, har qanday holatga ham kirib chiqdi bo'layapti do'stlar. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha har doim javob berib kelamiz. Undan keyin ham javob berishga harakat qilamiz. Ba'zi bir savollaringiz bo'lsa, aloqaga chiqib so'rasalaringiz va reyslarimizni kunlarini aniqlashtirish uchun telefon turib aniqlashtirsangiz bo'ladi do'stlar. O'zimni reysimga borib kelish uchun bir hafta 10 kun oldin zaryani yozdirib qo'ysangiz, inshaalloh o'zimni reysimga yozib borib kelishga harakat qilaman har doimgidek do'stlar. Videolarimizni boshidan oxirigacha kuzatishga davom etingizlar. Ma'lumotlar qandayligini har doimgidek o'rganib borasizlar. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Unda keyingi videolar ko'rishguncha Xudo xolasa akalarimiz bilan ertaga bir chiroyli bir video qilamiz. Qani ma'lumotlarni o'rganamiz, eshitasizlar. Qanday bo'lyapti, borib kelsa bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Qanaqa holatlarga edi. Keyingi videolar ko'rishguncha do'stlar.